Aslı yo'q qilib bo'lsa ham. Oho, hammasi men o'ylagandarim rasvo ku, buni qara, dualoqligini. Ha qishloqqa hammasi rasvo. Bizning vazifamiz esa bu tartibsizlikni tartibga solish. Biror nimani tartibga solishdan oldin o'zi nimani tartibga solish kerakligini bilish kerak. Shunga eksperimentga qilamiz. Oldi bu dumaloq olamni o'rganish kerak. Buni qara, men allaqachon kashfiyot qildim. Qara, tagdagi blokni sindirsang nima bo'ladi? Uysi bo'ladi. Agar tepaga qarab shuncha qurib ketsa nima bo'ladi? Cheksiz yupqalashadimi? Yo'q, cheksiz yupqalashmas ekan, lekin baribir ajoyib ko'rinyapti. Chiroyli, lekin Minecraftga to'g'ri kelmaydi. Fikringga qo'shilaman. Aytgancha, bizda mana bunday matoq bor, sezgan bo'lsanglar kerak. Bu bizga tiqilib qolganda yordam beradi. Bu dumaloq olamda harakatlanish ham oson emas. Xuddi cheksiz ender barvardga o'xshaydi. Ha, aynan. Menimcha bu olamda yaxshi ko'rinayotgan yagona narsalar bu daraxtlar bo'lsa. Qachchoq, nega meni daraxtimni chopib berasan? Bu akatsiya daraxtlari tikoni bormi nimada? O'zi aytyapsan-ku akatsiyani, bo'ladi-da, ye. Maydalaymiz, yasaymiz, kovlaymiz, otamiz, Qochamiz. videoga like bosamiz va yana eng muhimi kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Bu juda ham muhim. Sababi esa deyarli 1,5 million to'monlik. Tasavvur qilyapsizlarmi? Birgina sizning yordamingiz bilan bu hoziroq amalga oshishi mumkin. Shuning uchun iltimos kanalga obuna bo'ling. Yana bizda ikkinchi kanal ham mavjud. U yerda ham deyarli 100 ming ta obunachi yig'dik. Shuning uchun iltimos u kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Ikkinchi kanalda tez-tez streamlar qilib turamiz. Tezroq dumaloq qishloq topish kerak. Qumaloq bo'lsa ham bo'ladi, muhim ovqat bo'lsa. Biz savannadaligimizni hisobga olsak, qishloq muammo bo'lmasligi kerak menimcha. Uchama pulib Marvardni ishlab. to'g'ri. Oho, qayerga o'tib yubording Marvardni? Endi qaysidir go'rda savannaning o'rtasida Tepaga qara. daraxtdamisan? Nega men bu bloklarga tiqilib qolyapman? Wow, biz qo'ygan bloklar to'rtburchak bo'lar ekan ba'zilari. Bu degani hoziroq tepaga qurib chiqamizda qishloq qidiramiz. Savannada bo'lish kerak. Axir qishloq. Nechora qishloqlar ham qayerda uy qurishni bilmayapti shekilli. Ha, ana yerda buzilgan portal bor ekan. O'sha yerga uchamiz. Yo'q, faqat bu emas, parchalar ketdi. Bo'p turadi qishloqqa. Kim bilan bo'lmaydi deysan? Mayli, men qayiq yasadim. Ketdik buzilgan portalga. Bizga hozir qishloq foydaliroq bo'lardi. Nezir tosh ham dumaloq ekan. Bu degani esa qishloqqa. Bizni Nezirda ham sarguzashtlar kutib turibdi. Bu sandiqda esa temir, obsidian, bolta va temir shim. Kech ham tushib qoldi. Endi qishloqni qayerda qidiramiz? Nega quruqlikka chiqdik? O'lib ketamiz. Dabban suvga qayt. O'ziga qishloq ko'rdim, bu ko'rdim qildik-ku. Bo'ldi, qaytamiz suvga. Endi menga shu paytda tiqilib qolaman. Suvda hech bo'lmasa tegishmas. Voy, men ham o'tirib olay. Qo'lingda ender barvardini ushlab olma. La'natda endi barbar, men tashlab ketma. O'tir qayiqqa. Hozir o'tiraman, yo'roq kelsa-chi. Bo'ldi, hayda, orqamizdan qulashyapti. Voh, buzilgan kema, burillik. Bu narsalarni yeb bo'lmaydi-da, o'shida o'lib ketamiz. Balki pastdagi sandiqda biror nima bordir. Bittagina jonim qoldi. Yaramas daraxtlar. Hammasi mana shularni deb bo'lyapti o'zi. Tikani bor hammasini. Mayli ochib ko'ramiz. Mayli xazina xaritasi hech bo'lmasa o'sha yerda ovqat bo'lar. Balki senda ovqat bordi. Yo'q, balki seni yermiz. Ya bitta buzilgan portal. Ha, hammasi unchalik quvonarli emas-u, lekin senga ham bitta oltin shim topdim. Qayig'imizni nomish qilib Titanic emasmidi? Ay, yo'q, qanaqa Titanic? Negadir u cho'kmoq shekilli. Bu yerda izohlarsiz. To'g'rimizda yana bitta cho'kkan kema. Qayerdan tushib qoldi? Jon, bitta temir miydi. G'anishi hech bo'lmasa suvni bersa bo'lardi. Hozir shu bitta jonimdan ham ayrilib qolaman shekilli. Xullas, tosh kavlayapman. Qon go'sht bormi? Bor, bo'ldi, petkazaymiz. Men esa atrofda uchib yurgan toshlar nega men suzolmayapman? Ha, men ochlikda o'lyapman. Nega suzolmayapman deb o'ylayapman boyatdan beri. Ovqat yeyish kerak edi. O'zimga akvalan yasab olaman. Yasadingmi? Men qishda yasadim. Men esa qalqon yasadim va paqir. Menga ham yasading-ku, to'g'rimi? Ha, yasadim. Ma ushla, eshigini ochyapman. Ushla, tushib ketdi. Voy, qalqonim. O'yin oxirigacha bitta jon bilan yuramanmi deb o'ylay boshlagandim. Agar shu yerda ham ovqat bo'lmasa bilmadim. Bu taxtalar jonimga tegdi dumaloq. Va nihoyat bu yerda hech bo'lmasa ovqat bor. Pechkani qo'ydim, kartoshkani qo'y pechkaga. Tushunarli 3 ga bo'laman. Nega 3 ga bo'lasa o'zi 2 ta ko'mirim bor, 2 ga bo'l nafing. Yaxshi, 2 ga bo'ldim. Menda xazina xaritasi bor. Mana deyapman. Çok. Bir yerden aylanmak gerek. Aylanmak için farklı. Gelelim o kuleden geledi. Hayır.
shu yerlarda bo'lish kerak. Eski usulda topamiz. Yaramas dumaloq Minecraft. Uni deb hattoki chaklarning ichidagi koordinatalar ham qimirlamaydigan bo'libdi. Buni nepligini qayerdan bilding? Unda nimani deb bo'lmayli eskicha sikovlaymiz. Meni belkuragim ham yetib keldi. Bu ketishda qanday topdingmi? Men topdim. Men haqiqiy arxeologman. Biz boymiz qishloqqa hattoki 2 ta olmos ham bor. Naqd 32 ta olti to'plashga ulgurdik. Aytgancha qishloqqa ma ushla senga temir. Nega? Shunchaki Men ushla taxtali kirgan. nega? Shunchaki Aytgancha biz qishloq qidirayotgandik, esa ham chiqib ketibdi. Mayli davom ettiramiz. tong otmaydimi nimada? Bu yana nima bola bo'ldi? Shuncha katta savannada bironta ham qishloq yo'q. Yarim soatdan beri bu savannadan chiqib ketolmadik, bironta ham qishloq chiqmadi. Qishloqqa senga u yerda yordam kerak emasmi? Yo, o'zim uddalayman. Mayli, men seni bilaman, shuning uchun ham boraveraman. Tezroq kelmaysan, kreper portlatib ketdi. Senga ishonibman men. Umuman hech qayerda hech qanaqa qishloq yo'q. Qanday omadsizlik bo'lishi mumkin bu? Bugun chap tarafing bilan turgansan-da. Ha, aniq shuni deb bo'lsa kerak. Hammanglar qishloqni topishimiz kerak, nima qilib bo'lsa ham. Oh, Enderman, sen bizga hali asqotasan, shuning uchun qilichimni ta'midan tatib ko'r. Ender marvaridni menga ber. Men to'qqa uchdim orqamdan uch. O'sha yerda bo'lib qolsa kerak bironta qishloq. Voy la'nati, men haqiqiy Ender marvaridni otib qo'yibman mana bu turganda. Shunaqasanda to'pasan yo'qotasan. Mayli, yotoq yasadim, uxlab ol. Bu savannani oxiri yo'qmi deb o'ylay boshlagandim, lekin bor ekan. Uchyapman. Faqat uxla emas. Ammo bu ketishda hech qachon qishloq topa olmaymiz. Shuning uchun ikkiga bo'linib qidiramiz. Yaxshi, bir yo'la musobaqa ham o'tkazamiz. Kim birinchi topar kim? O'rmonda yurganimda xuddi o'zimni Minecraftda emas, boshqa qaysidir allambalo o'yinda yurgandek his qilyapman. Men uzoqdan nimani ko'ryapman, nahotki bu biz shunchalik uzoq vaqt davomida qidirgan qishloq? Sen ham qishloq topdingmi? Men ham qishloq topdim. Bu ajoyib yangilik-ku. Men topgan qishloqda bitta golem bor ekan. Men topganda ham bor ekan. Va uni qanaqadir o'yinchi o'ldirishga uryapti. Mayli, bola paqirga yordam beray. Men yo'q qilayotgan golemni esa yo'q qilishga qanaqadir qishloq yordam beryapti. Ha, qishloqlarimiz bir-biriga jundoq ham o'xshar ekan-a. Nimasini aytasan, Biz topgan qishloqda baribir samon kam ekan, shuning uchun qo'ylar kechirib qo'yasizlar. Pechga esa shuning uchun ozginagina tosh yetmayapti, lekin toshga borish bu dumaloq Minecraftda haqiqiy dahshat. Yetib keldim oxiri. Kon kavlab ketdingmi qishloqqa men kavlagan joyda? Ha, Nima deb o'ylaysan? Bizdagi 2 ta olmos qilich yasash to'g'ri qo'yami? Yo'q, nimaga yasaysan? Tentak bitta topsang olmos kirga bo'ladi. Mayli, kelishdik. Bu yerda esa qandaydir nima balo bu yerda odatda suv bo'lmas shekilli. Oho, men bu yerni 4 tagini tosh cho'kovlagandim. Sen esa haqiqiy konga aylantiribsan-ku. Sen tezroq pastga tush, men bu yerda katta kon topganman. Men esa sal qolsa sochilib ketardim. Oho, hech narsa ko'rinmayapti-yu. Endi yaxshi mod o'rnatganman. Bu videoda ishlatilgan hamma modlar Telegramda. Ekrandagi QR kod yoki video havoli orqali Telegramga o'ting va modlarni yuklang. Bir qarashda bu yerda nechta temir borligini ham bilib bo'lmaydi. Tez kovla. Temir aslahalar tayyor, ajoyib. Faqat inventar to'lib ketgan. Mana bunday qilamiz, bo'lmasa hop, buni otamiz, hop va hop. Tayyor. Deyarli temir aslaha, temir hammasi bor. Oho, haligacha tosh aslahalarda yuribman. Upgrade vaqti yetib keldi. Yur, yaxshi olmasam qo'lab kelamiz olmos kirkaga. Ha, yana bilib olamiz dumaloq Minecraftda olmos topish qanday ekanligini. Bu dumaloq Minecraftda creeperlar umuman jo'n olmaydigan bo'lganmi? Pul ishlarida bo'lding e'tiboring uchun. Ha, endi u bo'lib qoldi. Bular bilan urushma. Urushchang oldi o'zib ketdi, o'ldi. Qara, bir vaqtda ikkita quyondi. Pak. Olmoslar, qayerda sizlar olmos ko'rdimmi? Ha, yo'q, qanaqadir yo'q, olmos topdim. Olmos, men seni topdim. Qancha dumaloq olmos ko'ray. Mana olmos ham topildi. Endi buni kovlab ko'ramiz va bu yerda atigi bitta emas-ku, to'g'rimi? Hech bo'lmasa ikkitadir. Olmos kirkaga yetadi. Ha, yetadi. Mayli, tepaga qaytib chiqamiz. Bu dumaloq Minecraftda ko'llarda adashib qolish hech gap emas. Men nimcha chiqishni topdim shekilli. Men ham deyarli chiqdim. Xalaqit bermay tursang-chi, men hozir ana bu yerga o'tsam, yiqilib parchalanib ketmasligimga kim javob beradi? Bu dumaloq Minecraftda hattoki tekst tog'larga ham chiqib ketsa bo'lar ekan, hech qanday qiyinchiliklarsiz. Deyarli chiqib oldim. Hop, epic paydo bo'lish, bilib. Aytgancha qishloqqa endi bemalol olmos kirka yasasak ham bo'ladi.